Bitterstow, Garriet, Tom tog'aning kulbasi. Garriet Bitterstow ushbu asarning bosh qahramoni qora tanli Tomning ayanchli taqdiri haqida gapirar ekan, oq tanlilarning habashlarga nisbatan vahshiy, haqorattomuz munosabatini kishini lol qoldiradigan darajada tasvirlab beradi. Qullarning inson sifatidagi qadr-qimmatini toptash, ulardagi shaxsiyat tushunchasini butkul yo'qotish maqsadida oilalar buziladi. Bolalar ota-onasidan tortib olinadi va sotib yuboriladi. Ayollarga esa nasl qoldiruvchi va quldorlarga yanada ko'proq foyda keltiruvchi buyum sifatida qaraladi. Adiba o'z asarida barcha qiyinchiliklarga qaramay, o'z xalqining eng oliy xislati va fazilatlarini saqlab qolgan bir qator ajoyib qullar, qora tanli qullar obrazini ham yaratgan. Roman qahramoni Tom tog'a o'z oilasi bilan quldor, shelvi, taqvodor hamda ibodatgo'y inson. Habash Jorj Garres esa o'z xo'jayini yomon ko'radi. Uning uchun iste'dodli ixtirochi uchun qullikdan hayot kechirish imkonsiz. Uning xotini Eliza esa o'z farzandi uchun mardona kurashgan ayol. Kichkinagina quvonch va kulgudan ko'zlari yonib turadigan Topsi, alam va iztiroblarga to'la Cassie. Bularning barchasi asardagi eng sara qahramonlardir. Ushbu asar qahramonlarida biz insoniylik, vijdon, e'tiqod, sabr, sadoqat, o'ziga ishonch kabi fazilatlarni ko'rishimiz mumkin. Shunday fazilatlarni o'zida mujassamlashtirgan Tom o'zi yashayotgan muhitga, atrofida sodir bo'layotgan razilliklarga qaramasdan o'zining insoniyligini saqlab qolish uchun kuch topa oladi. Tom tog'aning kulbasi asari orqali qora tanli qullarning ayanchli hayoti, kishini larzaga keltiruvchi mudhish taqdir ilk bor abadiy asarda o'z aksini topdi. Yozuvchi ushbu romanda qullarning ruhiy ahvoli, ularning yetkazilayotgan jismoniy va ma'naviy zararini, qullar hamda quldorlar orasidagi tengsizlikni yorqin dalillar misolida ifodalab bergan.